biz bugun to'g'ri bo'layotgan ish bo'lsa bugun maqtaymiz, ertaga shu bugun maqtagan odamimiz qonunga zid ravishda harakat qilsa, uni ham e'tirof etib tanqid qilaveramiz. Endi fuqarolik, jinoiy alohida masala. Unday bo'lib qolsa ertaga tanqid qilib chiqsak, siz aytmang, kecha maktab chiqyotganding-ku deb. Prokurorlar sal boshqacharoq harakat qiladi. Meni g'ashimga keladi, to'g'risini aytsam, lekin bugun sudda aynan prokuror qonun tarafda bo'lib, to'g'ri fikrlarni bildirgani uchun Toshkent viloyat prokuroriga va aynan shu prokurorga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ish hujjatlari bilan sudyalarimiz to'liq tanishmaydi. Ya'ni sud protsessini o'zida tanishadi. Mana hozir bu protsessda ko'rdikki, haqiqatan sudyalar tomonidan hujjatlar to'liq tanishib chiqilgan. Ularni olib chiqqan murojaati, o'rganayotgan murojaatlari birontasi hal bo'lmaydi degandan keyin biz yana tashabbus qildikki, aynan hal bo'lgan murojaatlarni ham olib chiqishni yo'lga qo'ydik. Xalqimizni fikrini bilaylik. Mana shu Qibray shahri, Qibray tumanida yashaydigan, umuman Toshkent viloyatida yashaydigan fuqarolarimizga jo'natinglar. Mana shu arxitekturadan qiynalgan, ezilganlar bo'lsa, masalan, marhamat murojaat qilishingiz mumkin. Tekinga men xizmat qilib sizga yordam berib, shu holatni yoritib beramiz. Xabaringlar bor, Toshkent viloyati Nurafshon shahrida ma'muriy sudda bir qator do'stlarimiz bilan bir xonadondan norozilik murojaati kelib tushganki, yonidagi to'g'ridagi qo'shnisi juda yaqin qurgan, baland qurgan va shu bilan birga hovlisiga qarata oynalarni ochib, xuddiki qo'shnisini uyini nima qilayotganini tomosha qilib turish kerakdek qurib qo'ygan va bunga biz Qurilish vazirligiga borganmiz, Qurilish vazirligining xulosalarini olganmiz. Qurilish vazirligi xulosalarida bir qator shenka talablarini va shundan kelib proyekt loyihalarini tasdiqlanishdagi qonunbuzarliklarni qayd etib bizga ma'lumotlarni bergan. Biz Nurafshon shahar sudida bo'lganda sud aynan bizning murojaatchimizni manfaatida qaror qabul qilgan edi. Bu bo'yicha keling, yaxshi advokatga yuzlanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana hozir apellyatsiya instansiyasining sud qarori bilan tanishdingiz va yerda keltirilgan vajlarda hech qanaqangi bir asos yo'q degan bir fikr bildirdingiz sudda. Shundan kelib chiqib endi mana hozir baralla fikrimni bildirib yubordim. Nima deysiz, to'g'ri berganmi shu arizani? Yo'q, mana apellyatsiya shikoyatini hozir o'qib chiqqanimizda, mana prokurorimiz ham ta'kidlab o'tdi. Haqiqatan apellyatsiya shikoyatida hech qanaqa bir asoslar yo'q. Ya'ni dalil keltirilmagan. O'sha birinchi instansiya sudining qarorini bekor qilish bo'yicha hech qanaqa bir asos ham, dalil ham yo'q. Ya'ni mana sudyalarimiz ham oxirida shu qarorni o'qigandan keyin, ya'ni o'zgartirishsiz qoldirildi deb o'qigandan keyin ularga qaysi tartibda qanaqa bo'lishini tushuntirilgan. Ya'ni qonuniy haqiqatan o'sha murojaatchini nimasini huquqlarini buzganligini tushuntirib o'tishdi. Mana prokurorimiz suddan so'ng tushuntirish berib o'tirdi. Ya'ni nimaga asosan? Endi mana prokurorimiz tomonidan ham o'sha haqiqatan qoidalar, ya'ni olingan hujjatlar hammasi noto'g'ri bo'lganligi, shenka qoidalari ham buzilganligi bo'yicha ham keltirib o'tdi. Ya'ni u ham qarorda o'z kuchida qoldirishini so'radi. Endi mana sud protsess davomida, jarayonida ko'rdik, sudyalarimiz shu ma'muriy ishga mana dastlabdan chiqib savol-javob qilganida ma'muriy ishni dastlabdan o'rganganligini masalan ko'rish mumkin. Ya'ni berilgan savollardan haqiqatan ish bilan o'rganib chiqqanini o'zi o'sha sud protsessida guvohi bo'ldik. Ya'ni bizni savol berishimiz hech qanaqa bir nimasi bo'lmadiki, ya'ni biz beradigan savollarda sudyalar tomonidan obyektivni ko'rilib, shu protsessga haqqoniy tayyorgarlik bo'lganligi ko'rinib turibdi. Ya'ni ish hujjatlari bilan tanishilgan. Chunki bilamiz, ayrim ish hujjatlari bilan sudyalarimiz to'liq tanishmaydi. Ya'ni sud protsessini o'zida tanishadi. Mana hozir bu protsessda ko'rdikki, haqiqatan sudyalar tomonidan hujjatlar to'liq tanishib chiqilgan. Albatta buni biz ham ko'rdik. Albatta mana berilayotgan savollardan bilsangiz bo'ladiki, ish bilan tanishganini, boshqaganini va shu ishning ichiga kirganini. Va qolgan sudyalarga ham mana O'zbekiston miqyosida sudyalar juda ham ko'p. Ularning sonini men bilmayman, to'g'risini aytsam. Sudyalar Oliy kengashi balki bilar. Aynan barcha sudyalar o'z aslida shunaqa ishlash kerak va ish ichiga kirib, uning ichida yashab, har ikki tomonni o'rniga o'zini qo'yib, qonunlar bilan bir yetarli kerakli qarorni qabul qilish kerak. Ana uni berib yuboring menga, sud qog'oz qani boyaga? Nima sudyalarda?
Demak do'stlar, biz yozib oldik. Raisligi sudda raislik etuvchi Toshkent viloyati ma'muriy sudlar sudyasi Alimov Anvar aka ekan, raislik etuvchi. Minnatdorchilik bildiramiz. Albatta qonun doirasida ishni ko'rib chiqqanlari uchun. Rahimov va Xidirov ularni ikkita tomonlarda o'tirgan sudyalar. Undan tashqari men hayron qoldim, ko'p prokurorlar qatnashadi sudlarda biz bo'lganimizda prokurorlar sal boshqacharoq harakat qiladi. Meni g'ashimga keladi to'g'risini aytsam, lekin bugun sudda aynan prokuror qonun tarafda bo'lib to'g'ri fikrlarni bildirgani uchun Toshkent viloyat prokuroriga va aynan shu prokurorga o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ortiqov Ahad ekan ismlari, Toshkent viloyat prokuraturasi bo'lim prokurori ekanlar. Omadlarini bersin va shunaqangi halol, to'g'ri, qonunni to'g'risini to'g'ri deydigan prokurorlarimiz ko'paysin va namuna bo'la olishligini qayd etgimiz keldi. Hozir yana bir holatni men aytib ketmoqchiman. U loyiha bekor bo'lgan va hozirgi kunda u loyiha endi mana bugundan boshlab noqonuniy qurilma hisoblanadi. To'g'rimi? Qonun bo'yicha shunaqa. Apellyatsiya instansiyasi ko'rib chiqqangacha shunaqa bo'ladi. Noqonuniy qurilmani endi mana sud qaroriga asosan hozir biz o'sha fuqarolik sudiga beriladi va buzish bo'yicha qaror qabul qilinib, MIB tomonidan ijro qilinadi. Va lekin menda bir shubham bor. Hozir bular yana boshqatdan proyektga berishi mumkin. Buni o'sha vazirlik bergan xulosasi bor qo'limizda. Haqiqatan bir qator qonun talablariga zid ravishda qurilganligi haqida Toshkent viloyati arxitekturasi, yana aytaman, qanaqadir yo'l bilan kadastr bersiz, uni orqasidan shu loyihalarni tasdiqlab bersangiz, uni orqasidan biz qolmaymiz va albatta yana aytaman, buni oxirigacha kurashib siz bergan o'sha noqonuniy bersangiz agar shu loyihani tasdiqlashni, biz albatta buni tagiga yetamiz, sizni noqonuniy harakatingizni fosh etamiz. Mana hozir mana shu holatda deylik Toshkent viloyati yoki o'sha Qibray tumanidagi arxitektura yo boshqa balobattarlari mana shuni tasdiqlab bergan proyektni biz sud orqali bekor qilyapmiz. Aynan shular noqonuniy bermagan bo'lganda edi, qaysidir fuqaro qatlidadir, sudlarda, boshqa joyda sarson sargardon bo'lmasdi. Mas'uliyatsiz mas'ullarni dastidan xalqimiz qiynalib ketgani yetadi. Sizni harakatingiz bu safar ortiqchalik qiladi. Men shaxsan mana shu ishning orqasidan oxirgacha boraman. Uning orqasida vallomati turibdimi? Men bilib turibman. Men uni e'lon qilmayapman. Kim turganini, boshqa qilganini kerak bo'lsa e'lon qilib chiqamiz. Kimni kim jiyani, kimni kim orqasida turganini. Do'stlar, mana shu bo'yicha o'zingiz izohlaringiz bo'lsa, arxitekturani mana qanchalik to'g'ri, ayniqsa keling Toshkent viloyati aholisiga murojaat qilmoqchiman. Umuman Qibray tumaniga ham mana shu xodimlar arxitektura sistemasi Toshkent viloyatida qanaqa ishlayapti o'zi? Qibraydachi? Mana Qibrayning xodimi mana shuni tasdiqlab beravergan o'zining vakolatidan o'tib. U o'zini vakolatini suiiste'mol qilganda men bemalol ayta olaman. Xolasa sudga bersam bitta sudlashib olamiz. Mana xalqimizning fikrini bilaylik. Mana shu Qibray shahri, Qibray tumanida yashaydigan, umuman Toshkent viloyatida yashaydigan fuqarolarimizga jo'natinglar. Mana shu arxitekturadan qiynalgan, ezilganlar bo'lsa, masalan, marhamat murojaat qilishingiz mumkin. Tekinga men xizmat qilib sizga yordam berib, shu holatni yoritib beramiz. Sardor, mana sudda qatnashding, qanaqa fikring hozir? Hozir ko'p sud jarayonlarida qatnashamiz. Jahongir aka maza qilgan joyimni aytaymi? Sudya delani o'rgangani bu. Hozir har bir delani kirib, mayda detallarigacha ahamiyat berdi va shu apellyatsiya shikoyatini qanoatlantirmadi. Ya'ni o'zgarishsiz qoldi. Hamma sudyalar mana shunaqa ko'rsa, men ham xursand bo'lardim. Yana bir narsani aytib ketaylik. Ko'p sudlarga boramiz, eshik tagidan ana Milliy gvardiyani o'ziga qalqon qilib olgan ayrim sudyalar, siz eshiting buni. Mana keldik, kirdik, kameralarimiz bilan kirdik, boshqa qildik, lekin hech nimani zabt qilib olmadik. Hech nima e'tiroz bo'lmadi bizga, hech qanaqa to'sqinlik bo'lmadi mana bu Toshkent viloyati ma'muriy sudda. Endi fuqarolik, jinoiy alohida masala. Unday bo'lib qolsa ertaga tanqid qilib chiqsak, siz aytmang, kecha maqtab chiqyotding-ku deb. Biz bugun to'g'ri bo'layotgan ish bo'lsa, bugun maqtaymiz, ertaga shu bugun maqtagan odamimiz qonunga zid ravishda harakat qilsa, uni ham e'tirof etib tanqid qilaveramiz. Chunki biz xolismiz, zakazga ishlamaymiz. Shundan o'zimizning fikrlarimizni erkin beramiz. Mana bu Milliy qo'riqlash xizmatining xodimlarining orqasiga yashirinib olgan sudyalar ommaviy axborot vositasi bilan to'g'ri ishlashni o'rganib oling, iltimos. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Tez kunda yana siz bilan biz albatta ko'rishamiz. Антикоррупция.